Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Bugungi videoda biz standoff o'ynaymiz. Standoff o'ynaymiz emas, standoffda opening qilamiz. Skinlar ochamiz. Menimcha omadli chiqsa, yaxshi skinlar tushib beradi. Men videoga atab juda ko'p bokslarni ochib qo'yganman. Ochmaganman aniqrog'i, yig'ib qo'yganman. Hozir birgalikda ochib chiqamiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Fragment bokslar bor. Keyin o'sha skinlarni bokslar bor. Shularni hozir birgalikda ochib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin 70 urovnli oddiygina akkaunt. Ya'ni yaqinda ochildi. Mana ko'rishingiz mumkin Jumble Rumble ham bor bizda. Bunda mana ko'rishingiz mumkin oq skinlar bor. Chiroylikkina. Ayniqsa mana bilan avtomat skinlar cho'tkida bu. Buni videoning oxirida ochamiz. Hozir esa ikkita fragment box ochamiz. Qaysi fragmentlar tushar ekan? Birinchisi voy o'tib ketgandi. Rare tushsa ham bo'laverardi. Mayli. Ikkinchisini ochamiz endi. Mana normalniy tushsa ham epic tushsa ham yaxshi bo'lardi. Mana ko'k eng oddiysi tushaveryapti-da. Endi esa bitta mana uni ochib ko'rishingiz mumkin, bu yerda ajoyib skinlar mavjud va qaysi skin tushar ekan. Bismillah deb ochamiz. Faqat vaqtga tushmasa bo'ldi deb turgan joyimda vaqtga skin tushib qolyapti. Voy, vaqtga skin yoqmaydi. Bir nima qo'yaveramiz, 24 soatlik skin berdi. Endi yana fragment ochamiz. Epic yoki legendarniymi tushsa yaxshi bo'lardi. Yoki mana sariq fragment tushsa yaxshi bo'lardi. Tak boshladik. O'tket epikka tush. Tushmadi. Nimagadir video omadsiz bo'lyapti. Yana bitta ochamiz. Xo'sh. Shuncha raylardan o'tib unkommonga tushyapti. Faqat shu unkommonga tushyapti. Yana bitta valorni ochamiz. Bizga mambu skin kerak desa ham bo'ladi. Cho'qqa skin yo'q ekanda, cho'qqa skin kerak bo'lgan. Unda bo'lgan ochdik. Qaysi skin? Zo'r skin shu bo'lsa bo'ldi. O'tib ketma. Yo'q, o'tib ketdi vaqtga skin yana. Lekin zo'r skin ekan, 36 gold turar ekan narxi. Wow. Qoyilda 3680 gold. Qanchagina mana bu? Endi mana pullilarni olamiz. Abbo, putinnikki. Tak, bu yerda 6 tagina skin bor. Ishqilib mono skin tushsin-da. Mana skin eng yoqqanlardan biri bo'ldi menga. Qani, xo'sh, bo'lmasam Bismillahirrohmanirrohim deb ochamiz qani. Va vaqtga emas, o'tib ket. Nega vaqtga? Yaxshi skin, chiroyli skin, просто vaqtga bo'lib qoldi. Fragmentlarni ochib chiqamiz. Ketma-ketlik bilan epic. Yo'q, o'tib ketdi epic. Yana mana shu uncommon tushyapti faqat. Stop, uncommonlarimiz oshib ketdi. Bularni qo'shsak bo'ladi, qo'shsak mana rare fragment hosil bo'ladi. Lekin savjatning qilsak ham bo'ladi. Mana bularni 10 talik qilib ochsak bo'ladi. Lekin bulardan qanday skin tushishi noma'lum-da. Bu davay ochib ko'ramiz, qaysi skin. Bitta vaqtga skinlar yo'q ekan, qoyil. Va Yumpiga skin tushyapti. Mayli. Yaxshi, muhimi
polniga tushdi skin. Yana bitta topamiz. Va yo'q, o'tma. Nega doim shunaqa qiladi bular? Ifloslar ey. O'tkazib qo'yadi. Mana ikkinchisini otamiz, davay. Hech narsa tushmayapti. Video ham qiziqmasa, hech narsa tushmasa ekan. Chiqib oxirgi Jumble Rumble boxdan normalniy skin tushib bersa zo'r bo'lardi. Yo'q, o'tma. Va yana o'tib ketdi. Ankomonga uchyapti faqat. Yana bitta ochamiz. Normalniy tush. Iltimos. O'tket. Voy, lekin yana o'tmayapti. Oddiy narsalar tushyapti. Shuncha yig'ib qo'ygani bir tiyin bo'lyapti, ovoz bor-ku. Men 10 ta yig'ib qo'yaman u. Naq ketishdi. Rerda to'xta. Yo'q, to'xtama. Bosib. Bular bor-ku, ulardan foyda yo'q. Endi bitta uni ochib ko'ramiz Championsda. Iltimos, vaqtga emas. 10 ga mash 6 tasidan bittasi tushdi, iltimos. Ana va yo-mayo, yana vaqtga. Men istagan skin 93 gol turar ekan. 93 gol turar ekan, lekin vaqtga azizlar. Fragment boxlarni ochib chiqamiz. Vo, o'tib ketma iltimos. So'nggi pallada o'tib ketib qolyapti bor-ku. Jumble Rumble ochamiz hozir. Uni ochamiz. Va yana Ankomon. 9 bo'lib ketibdi. 10 ta ham bo'lishi aniq. Rare yoki boshqasi tushib qolmasa 10 ta bo'ldi mana. Ajoyib. Hech qanday qiziq video bo'lmayapti. Nega men omadim yo'qmi deymanda? Omadimni ishlatib qo'yganmanmi deymanda? Fragment ochamiz-da, keyin oxirida deb aytgan Jumble Rumble. O'tib ketdi. Nega o'tmaydi? So'nggi imkoniyatda ham tushirolmadim. Davaychi buni kuchaytiramiz, ko'paytiramiz. Ana rare fragment. Rare'da ham normalniy skinlar bor-da. Ko'rsam ham ona Deagle skin juda yoqadi menga bor-ku. Chiroyli-da. Keyin yana nima yoqadi? Mana ham yoqadi. Keyin bo'ldi, boshqa hech qaysi unchalik ko'zga yaxshi ko'rinmayapti. Unda buni birinchi ochamiz, keyin esa Jumble Rumble box ochamiz. Ana bismillahirrohmanirrohim. Normalniy skin tushib qo'yadi. Iltimos. Va polniga skinmi? Yo'q, yana o'tib ketyapti. Omadsizliklar ketma-ketligi. Va so'nggi ochishimiz ham shunday bo'lmasin-da. Normalniy bitta oq skin tushib bersa ham bo'lardi. Ana ular polniga uchargan, faqat mana bu narsalar. O'tket, iltimos. Yo'q. 1 millimetr yetmay qoldi. Mana bu narsani nima qilaman men? Voy lekin. Nakleyka ekan bu. Mana Deagle'ga beraveramiz, nakleyka. Boshqa normalniy skin ko'zimga ko'rinmayapti. Deagle'dagi normalda. Bu yerga yopishtiramiz, ko'rinmaydi-ku. Bu yerga qo'ysakchi. Bu yergachi. Achitga qo'yib. Shetda turursin, chetga turibdi-ku.
Deaglga skinni sal kuchaytirib oldik. Skinimiz yaxshiroq. Mana shunaqa kamgina skinlarim bor o'zi. Jumble Rumble'dan ham nihoyatda kerak emas narsa tushdi. Bittagina o'tib ketganda o'sha cho'tki skin turibdi. Va